Televizorda ko'rayotgan shoularni backstage'da nima bo'lishini maslaga hozir ko'rsatib beraman. Bugungi gap bo'lsa maska shou haqida bo'ladi. Deganlar uchun biz komanda bilan художники по костюмам bo'lib ishladik. Именно shu ko'rsatuvda televizorda chiqqan har bitta kostyumga biz javob bergan edik. Bir tonda ishlanib bitirgandan keyin hamma narsalarimizni ko'tarib syomочный plощадкаga ishonasizlarmi yo'qmi, lekin shu kunga kelgunimizcha nechidir kun нормально uxlamagan edik. Наконец-то syomka repetitsiyasi boshlandi. Po ssenarию birinchi kuni repetitsiya, ikkinchi kuni syomka bo'lishi kerak. Ikkinchi kelmagan aktyorlarni faqatgina repetitsiyaga bitta qizimiz Samina. Если честно, repetitsiya ancha spokойныйroq o'tdi, chunki bu yerda biz tansorlarni kiydirmadik. Birinchi kuni buni qilish shart emas deydi. Qaranglar, bizga даже ovqat ham berishdi. Men bilmayman, hayotimda mencha ovqatdan bunaqa xursand bo'lmagan. Tak вот, birinchi kunimiz repetitsiyalar bilan o'tdi. Ertangi kungi syomka uchun qanaqa svet, nima qilish kerakligi har balolarni tushundik, qarochi. Birinchi kunimizda juda ham ko'p ish bo'lmagani uchun juda ham oddiy tuyuldi, lekin ertasi kuniga biz syomkada hamma joyga yugurib biram bo'larimiz bo'ldi. Оказывается, repetitsiya bu boshqa, a syomka jarayoni bu umuman boshqa narsa. Va unda juda ham shat'iy sroklarda tezgina hamma narsani qilib berish kerak. Yana bameteratsiyadan kimdir bir albatta baqirib turishi. Bo'lsa tansorlar bilan nima kerak emasligini gaplashib olib, hammamiz uyimizga ketdik. Kuniga bo'lsa soat 9 dan syomka jarayonlari boshlandi. Shu joyda videomizni to'xtaydi. Qolgan qismlarini xohlaysizlar